Xorazm afsonalari gilam sexidagi parilar. Bu voqea obunachimiz boshdan o'tgan qissa ekan. U Xivada joylashgan gilam to'qiladigan sexda ishlagan paytlarida sodir bo'lgan. Bu yerda ko'pdan beri ishlaydigan ayollar yangi kelgan qizlarga doim ogohlantirish berishar ekan. Bu yerda bir-biringiz bilan o'pishib, quchoqlashib ko'rishmanglar. Sababi esa shuki, sexda parilar bo'lib, ular istagan odamning qiyofasiga kirib ko'rinar ekan. Kim ular bilan yuzma-yuz kelsa yoki yaqinlashsa, aqldan oshishi mumkin deb ishonishar ekan. Bir kuni ishga mayib, ishchi qizlar dam olib o'tirgan paytda sexdagi stanoklar o'z-o'zidan ishlab ketgan. Eng ajablanarlisi, hech qanday yordamchisiz juda chiroyli gilamlar to'qilib turganmish. Obunachimizning aytishicha, u stanoklarning hech kim tegmasdan o'z-o'zidan ishlab ketganini o'z ko'zi bilan ko'rgan. O'sha paytda sexdagi barcha elektr shitlari o'chirilgan holatda bo'lgan ekan. Eng esda qolarli va ayanchli voqea shu yerda ishlaydigan ishchi bilan bo'lgan ekan. Bir kuni u odam qattiq charchab, ish joyida uxlab qoladi. Qolganlar esa uning uxlab qolganini sezmay, ustidan elib, chiroqlarni o'chirib, sexni yopib chiqib ketishadi. Birozdan keyin u odam stanoklarning qattiq ovozidan cho'chib uyg'onib ketadi. Uyg'onsa, sexdagi barcha chiroqlar yoniq, stanoklarning barchasi ishlayotgan emish. Shu payt u gilam to'qiladigan bo'lim tomondan qizlarning ovozi kelayotganini sezadi. Sekin, hech kimga bildirmay sexni kuzata boshlaydi. Qarasa, sex ichida chiroyli shoyi ko'ylaklar kiygan notanish qizlar gilam to'qib ishlayotgan bo'ladi. Bu manzarani ko'rib, u odam dahshatdan qotib qoladi. Birdan o'sha qizlar uni sezib qolishadi. Shu zahoti sexdagi barcha chiroqlar o'chib, stanoklar ham bir zumda to'xtaydi. U odam esa qo'rquvdan o'zini tashqariga burib, sexni zudlik bilan tark etadi. Uyiga borgach, ko'rgan, kechirganlarini hammaga aytib beradi. Lekin unga ko'pchilik ishonmaydi. Obunachimizning aytishicha, shu voqeadan keyin oradan 1-2 kun o'tib, u kishi o'z joniga qasd qilgan ekan.